kafe yoki restoraningizda buyurtmalar ko'payib ketayotgani sari tartib yo'qolib boryaptimi? Juda ham ko'p restoran, kafe va ovqat yetkazib berish bizneslarida buyurtmalar Telegramdan yoziladi, telefon orqali keladi yoki boshqa platformalardan tushadi. Kassir buyurtmalarni qo'lda обработка qiladi. Oshxona boshqa ro'yxat bilan ishlaydi. Kurer esa alohida ma'lumot oladi. Natijada esa ayrim buyurtmalar kech tayyorlanadi. Ba'zida esa manzil chalkashadi yoki buyurtmalar aralashib ketadi. Eng katta muammo esa biznes egasi real vaqt ichida qancha buyurtma borligini va qaysi biri qaysi jarayonda ekanligini aniq ko'ra olmaydi. RoboSell esa bu jarayonni to'liq tizimlashtiradi. Barcha buyurtmalarni bitta tizimga tushiradi. Operator qabul qiladi, oshxona buyurtmani ko'radi va kurer yetkazib berish jarayonini boshqaradi. Har bir buyurtma qayerda ekanligini platforma orqali aniq kuzatish mumkin bo'ladi. Agar siz kafe, restoran biznesingizni tizimlashtirmoqchi bo'lsangiz, RoboSell aynan siz uchun. Izohlarda RoboSell so'zini yozib qoldiring va biz siz bilan bog'lanamiz.